Bugungi obzorimizda Yaponskiy Kawasaki ZX-6R. Bu mototsiklimiz 600 aylanchida eng kuchlisi hisoblanadi. Tushunishinglar uchun birinchi skorsning o'zida 120 tezlikka chiqa oladi, maksimal tezligi 280+. Mototsiklimiz 4 silindrli bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, emotsiyasini birga his qilamiz akalar. Emotsiyasini so'z bilan ta'riflab berish juda qiyin akalar. Buni mototsikl minib ko'rgan odam juda yaxshi biladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Sizga ham xuddi shunaqa original mototsikllar kerak bo'lsa, Armada Motobak do'konimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Zakaz asosida ham liboy mototsiklni olib kelib beramiz.